Men bir joyga keldim. Bu joyni Nargizaxonim stilist yaqinda o'zlariga joy qilar ekanlar. Mana biz ham qadamlarimiz yetdi bu yerga. Hali do'kon ochilmasidan. Ya'ni kelin ko'ylaklar do'koni bo'lar ekan bu. Wow. Juda ham go'zal bo'ladi. Degan bittamiz. Mana joylari уже tayyorlari sharafasida. Yurishim qaranglar. Choponlarimni kiyib olib. Shunaqa kelin ko'ylak kerak bo'lsa, Nargizaxonim stilisti yangi joyga kelaverasizlar endi. Ana hammadan oldin reklama qilib berdim. Oho, xayrli bo'lsin. Juda ham chiroyli bo'lyapti. Xudo xolasa Nargizaxonni salonlari. Ko'ylaklar ham bir-biridan ajoyib go'zal. Nomer 1 bo'ladi shekilli Chinozda. Mashalloh. Ko'rishamiz. Kechga, xudo xolasa. Assalomu alaykum hammaga. Biz Nargiz stilistni kelin ko'ylaklar salonini ochilish marosimidamiz. Bundan keyinchi tepaga chiqib, sizlar kelin ko'ylak kiyib olaverasizlar. Nargizaxon, mana krasavitsa. Chiroyli bo'l. Dilnosxon. Svoy. Jigar. Stollarimiz chiroyligini qarang.
chiroyli asoschisi Qani endi barchalari guvohliginglar ostida bugungi kechamizni kulminatsion nuqtasi lenta kesish marosimi o'tkaziladi. Do'stlari, go'zal qaychlaringizni oling, Nargizaxon. Ana endi boshlagan ishlaringiz albatta xayrli bo'lsin. Gulroz qarsinglar bilan marhamat. Nargizaxon opajonim, boshlagan ishlaringiz albatta xayrli bo'lsin. Xudo xolasa hamisha Alloh bergan go'zal qo'llaringiz bilan ularni qalblarini yanada xursand qilish har doim sizga nasib qilsin ilohim. Eng avvalo do'stu dushmanlaringizni Allohim yo'q qilsin, martabangiz bundan-da yuksalsin. Ana endi azizlarim, albatta bu chiroyli oqshomimizda go'zal sovg'alar bor. Turmushga chiqmagan qizlarimiz uchun, yaqinda qaynona bo'ladigan onajonlarimiz uchun hamda o'zlarini yanada zamonaviylashtirish uchun harakat qiladigan ayollar uchun albatta oqshom pardozlari, rastishovka hamda eng oliy mukofotimiz to'y uchun go'zal qizlarimizga pardoz sovg'a qilinadi. Lekin tushunib berib qo'ymaymiz, bilasizlar-ya. To'yda birga bo'lgan kuzatuvchilari bu uchun pardoz. Rastishovka albatta. Go'zalim, rastishovkaga ruxsat bormi? Oynali. Oqshom pardozi albatta. Marhamat. Endi rastishovka uchun kurash uchun yaxshilab tayyorlanib Instagramda esinglar. Nargizaxon opajonim, iloji boricha davraga kelishingizni iltimos qilamiz. Hammanglarga ma'lum, Nargizaxon opajonim o'zlarini ko'p ko'rinish bermaydilar. To'g'rimi? Kuzatganlar biladi albatta. Lekin bugun eng yaxshi niyatlaringizni kuzatuvchilaringiz uchun aytmasangiz bo'lmaydi. Podarkani berishni oldi. Shartta berib qo'ydingiz podarkani. Aynan, marhamat. Assalomu alaykum. Amirga rahmat kelganingiz uchun. Oldinga qo'ygan nozli bilan bemalol iste'mol qilishinglarni taklif qilaman. Молодец! Xush kelibsizlar. Salomat bo'ling.